Assalamualaikum, hörmətli qərindaşlar. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. 7 gündən beri Rossiya Ukraynaga hücum qılmaqda. Global xəbərinin 2 mart kechqurundakı xəbərə qaraganda 6 ming Rossiya əskəri öldürülgan. Rossiya Mariupolni qamal qılgan, Yersonni kontrol qılgan. Rossiya Müdafiə Ministerligining oshkorlashicha 1500 hərbiy təsis qalayimqonlashib ketgan. 24 saat ichida 67 nishon urilgan. 59 Ukrayna urush aeroplanining 48'ini yerda, 11'ni havoda buzg'unchilikqa uchratgan. Ukrayna Cumhur Raisi Zelenskiy Yevropa birlashmasiga a'zo bo'lish uchun yordam qilishga chaqiriq qilgan. Ukrayna Müdafiə Ministerligi texnik ko'p Türk uçqushsiz aeroplanlarini setib olganligini va bu aeroplanlarning ishga kirishtirilganligini oshkorlagan. 35 davlat Rossiyaga qarshi havo yo'lini etgan bo'lib, Ukrayna Cumhur Raisi Zelenskiy uchish cheklangan rayon yordam beradiganligini, bu Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga a'zo davlatlarni urushga jalb qilish bilan munosabatlik bir ahvol emasligini, aniqki har kim urushga ittirilganligini, buning sababchisi Ukrayna emas Rossiya ekanligini. Amerika prezidenti Bayden bilan ko'p qatim so'zlashgan bo'lsa-mu, Amerika prezidentining buni tingshamaganligini aytdi. Bir davlat huquqi yoki xalqaro organ uchish cheklangan rayonni belgilaydi. Bu rayonga havo qatnash qurollarining kirishi cheklandi. Buningga xiloflik qilganlar jazolandi. Uchish cheklangan rayonda harbiy maqsad qilingan bo'lib, bu rayonda uchgan aeroplanlar etib tushiriladi. Amerika Aqsaray bayonotchisi Jen Psaki Baydenning Rossiya bilan urush qilish niyatining yo'qligini, shunga rayonga askar avatmaydiganligini izchil aytib kelganligini, uchish cheklangan rayon shakllantirish mudofaa qilinishini lozim qilganligini, bu ahvolda Amerika askarining rayonda vazifani ustiga olishi shart bo'lganligini, bu Rossiya bilan chetishish va urushdan iborat ekanligini, Amerikaning urushning bir parchasi bo'lishini planlamaganligini aytdi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining Cumhur Raisi G'ulom Osmon Apandi Twitter hisobida Rossiya Ukrayna urushi munosabati bilan ba'zilar Ukrayna sepida fidoyi bo'lish uchun Uyg'urlarga chaqiriq qilyapti. Bu siyosiy jihatdan intayin xato va ziyonliqdir. Bizning Rossiya bilan qarama-qarshi olg'a kelishimiz Xitoyning ishiga yaraydigan siyosiy ko'rlikdir. Tajovuzchiga uchrag'uchi mazlum sifatida Ukraynaga yesdoshlik qilish boshqa masala, ammo fidoyi bo'lib Rossiyaga qarshi urushmoq boshqa masala. Buningda asirga tushish bor. Burun Chechenistonda bo'lgandek bundaq asirga tushish o'zimizga qarshi dalil demakdir, dedi. Washington Free Beacon'ning 1 martdagi xabariga qaraganda, Prezident Joe Biden seshanba kuni davlat birlashmasida qilgan bayonotida o'z hukumatining Xitoyning Amerikaning cho'ng jo'grafiyalik siyosiy tahdid ekanligi va Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligi to'g'risidagi ogohlantirishiga qaramay, Xitoyga qarata ikki tushunchani o'tirg'a qo'ygan. Bayden Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan to'qinishini nuqul iqtisodiy jihatga bog'lagan. U Aqsarayning Beijing bilan bo'lgan harbiy va kishilik huquq masalasini 2022 yildagi dunyoviy muhim ish deb qaramaydiganligidan derak berdi. Bayden Xitoyni Amerikaning sanoat raqobatchilarining biri qildi. Shuning bilan bir vaqtda qurultayning ul asliya chiqimi qonunini ma'qullashiga turtki bo'ldi. Bayden biz 10 yillik ul asliya jarayonini boshdan kechiramiz. Bu Amerikani dunyoning boshqa joylari bo'lib, Xitoy bilan bo'lgan 21-asrdagi iqtisodiy raqobatda g'alaba qiladigan yo'lga boshlaydi. Kelgusida texmi ilgirlash uchun biz Xitoy va boshqa raqobatchilarimiz bilan o'xshash saviyada raqobatlashishimiz kerak, dedi. Bayden o'tgan yili davlat axborot idorasining Xitoyni Amerikaning bexatarligiga eng chong tahdid deb qaragan tekshirish natijasiga va o'tgan yilgi Amerikaning Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarga yurgizayotgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik degan qaroriga pisand qilmagan. Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandi saylan mezgilida Bayden Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikga kuchlik bir shaklda qarshi turadiganligi to'g'risida va'da bergan edi. Prezident bo'lish sifati bilan davlat birlashmasida bu masalani hal qilishga urinmadi. Bu Uyg'urlarni qattiq ümidsizlantirdi, dedi. Diplomat gazetida 1 mart kuni e'lon qilingan Xitoyning statistikasi qanchalik ishonchli sarlavlik maqolada mundaq deyildi. Xitoyning statistikasining mubolag'a qilinishining sababi va vositalari bor. 1-oyda Xitoy 2021 yildagi nüfus statistikasini 480 ming deb e'lon qildi. Gerçi bu boshqa 61 davlatning umumiy nüfusidan ko'p bo'lsa-mu, ammo cho'ng sakrab olg'a ilgirlashda ocharchilikdan necha 10 million inson o'lgandan keyin 1960 yildan buyon Xitoy nüfusining intayin asta eshish sur'atiga vakillik qiladi.
Xitoy raisi Xi Jinping tug'ishni tashviq qiladi, ammo Xitoy nufusi bir mezgil oshmaydigandek qiladi. Xitoyning statistikasiga munosabatlik mustaqil dalillash yo'q. Janubiy Xitoy atganlik gazeti Xitoyning 2021 yili 5-oydagi 10 yillik nüfus tekshirish natijasini xabar qilib, Davlatlik statistika idorasi axborot e'lon qilish yig'inida o'tgan yilning oxirida elib berilgan 7-chi qitimliq mamlakatlik nüfusni umumyuzlik tekshirishga qaraganda Xitoyning umumiy nüfusi 2020 yili 1 milliard 412 millionga yetib, 1 yil ilgirki 1 milliard 400 milliondan oshib ketgan. O'tgan yili 12 million bu vaqt tug'ilgan bo'lib, 2019 yilda tug'ilgan 14 million 650 mingdan oz bo'lgan deb dalilladi. Har qanday odam shuni bilishi kerakki, Beijingning rasmiy sonliq ma'lumotlari Xitoy Kompartiyasining xohishiga bo'ysunadi. Xitoy hukumati statistikasining mustaqil dalillangani yo'q. Xitoy virusi dilosi va o'lishdan tortib Uyg'ur nüfusining ko'lami va makro iqtisodning statistikasiga qadar Xitoy Kompartiyasi hukumati bu sonliq ma'lumotni ishlab chiqarishda birdan-bir rol o'ynaydi. Xitoy Kompartiyasining eng dangliq statistikalik burmilanishi Maoning cho'ng sakrab olg'a ilgirlash harakatida yuz bergan bo'lishi mumkin. Ayni vaqtda o'lka darajalik amaldorlar ashliq ombirini to'shqizib, mo'jiza xarakterlik mahalla dehqonchilik texnikasi orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarning eshib ketganligini tasvirlab bergan. Milyonlagan kishining o'limi yoshirilgan. Yuqori va tuvan darajalik partiya amaldorlari ikkilanmayla statistika to'qib chiqargan. Mayli qanday javob bo'lishidan qat'iy nazar, qonun chiqarg'uvchilar, nazorat qilib boshqarish tarmoqlari va savdogarlar Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni va boshqa muhim qo'g'dash tadbirlarini yo'lga qo'yganda Xitoy Xalq Jumhuriyatining statistikasining reallik bilan moslashmaydiganligini nazarga olishi kerak. Millatim g'aflat jaholat uyqusiga qanmading. Barcha millat ko'z ochib uyg'ondi sen uyg'onmading. Xaruzarliq ostida mahkum mazlum qul bo'lib, senmi millat, senmi inson bo'lg'ining o'ylanmading. O'yla millat, tarixing bak shoni shavkatlik edi. Endi ne holga tushib qolding, nechun zorlanmading? Mustabid bosqinchilarga bosh egib taslim bo'lib, o'zlashib ketmoqchi bo'lgan shum xiyoldan yonmading. Barcha millat erkin ozodlik kurash maydonida otlanib jangni qizitdi, sen texi otlanmading. Zulmü istibdodga qarshi jon tikib qon oqizib, yettilar maqsadlariga sen amal qo'llanmading. Xaruzarliqda yatursan bulg'unib hayvon kabi, sen bu xilda yatqali inson emas hayvonmiding? Asli nasling shoni shavkatlik turib qoni turib, ar nomusni qo'yib vijdon setishdan hech yonmading. Millatim o'tdi beshingdan xilma-xil achchiq sinoq, hech biridan sen tuzuk ibrat ilib o'ylanmading. Qahramon ajdodlarning har qaysi erdi arslan, erdilar sen boshqa nasli yo bo'lakdir qonmading. Millatim o'yg'on ko'z och tur, bosh ko'tar inson isang, yoki sen insoniyatlik shonini qo'yganmiding? Arnamus Türk eliga xaruzar mahkum yashash, ne uchundur millatim bu halga sen arlanmading. Merhum inqilobiy shoirimiz Abdulaziz Mahsumning she'rlaridan elindi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'ngil olish uchun ko'p rahmat. Kelar qitimli programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.